Assalamu alaykum qarindoshlarimiz, butun dunyodagi sabdoshlarimiz, xususan butun dunyoda shu xizmatni qilayotgan qarindoshlar, biz barliq amal-chorlarni qilib baqdiq, sinab baqdiq. Bu qaytam bizningki bu tuqqanlarimizni izlash, tuqqanlarimizni surishtirilish masalasi hozir nihoyatda jiq ta'sir oldi. Shunlashqa butun xalqning deydiganimiz, men bir diniy ustoz bo'lish ustim bilan ustoz deb ketganim bo'lmaydi hamda mecburiyetini adaqlay dedim. Şuna hammalarninki Xitoy konsuli oldiga chiqib norozilikni bildirishini, hammamizning tuqqini turmada, hammalarning yoki lagerda yoki o'ltirildi, shu rasmni ko'tarib chiqib biz o'zimizning haqqimizni talab qilishni men talab qilaman. Chunki bu oyatdimi, hadisdimi, ijmoiy ummat qiyosdimi bu talab qilingan ish. Bayatimda men shu to'g'rilib o'tdim. Shuna bu jihatning bir qismi qarindoshlarimiz. Biz bundan qat'iy tayyorlanib qolmaymiz inshaalloh. Ko'nglimizda aniqlan bo'lsin. Vattaqu fitnatan la tusibannallazi zalamu minkum xassa deb o'zimiz zulm qilmaylik qarindoshlar. O'zimizga zulm qilsak bo'lmaydi. Bir fitnadan, bir sinoqdan, bir imtihondan biz bir azobdan saqlaninglar. Bu o'zimiz zulm qilgan kishilar bilan bo'lmasdan umumiy kamimiz bul deb shunashqa qarindoshlarim, o'zim bir musulmon da'vatgan, o'zim bir Uyg'ur millat da'vatgan kishilar bütün dünyadaki Xitoy konsulining oldiga chiqib, o'ltirib olish yoki kuch ko'rsatish orqali biz o'zimizning talabimizni dunyoga oshkorlashimiz lozim. Hozir bizni ma'lum davlatning, ma'lum tashkilotning adimi bular kuch ko'rtilgan, bular maqsadga chiqqan da'vatidir. Qarindoshlarimiz, biz ota-onamizni olib qoldi, uzoq shu aloqa uzilib qoldi, uzoq yillar bo'ldi, 4-5 yil bo'lib qoldi. Biz aloqa qilmayapmiz. Dunyo bir kenitga aylangan vaqtda aloqa qilmaganligimizning o'zi bu bir ichinlik ahvol. Shuningdek biz talab qilsak, buningda xalq harakatiga aylantirsak, ma'lum chuqumcha g'alaba qiladi inshaalloh. Butun xalqimga chin qalbimdan mencha tilkim, ularga nisbatan tavsiyam nimaga Xitoy konsuli oldiga chiqib, shu yerda o'ltirib sharoit yaratsa, buni qilish. Olim ulamolarimiz, ziyolarimiz o'zining bilimi, diplom bilan emas, unvon bilan emas, maydon bilan davomli shunday bo'lgan, xalq bilan tunilgan, xalq bilan bilgan, xalq bilan beshimizga ilm kelib qolsa, biz to'yda bilalsak, anandikin biz olim ulamolarimiz, anandikin biz ziyoli ulamolarimiz qarindoshlar. Olim ulamo ziyolininki biz mas'uliyat majburiyatini cho'qimcha ado qilib qarindoshlar. O'zimiz xalqimizdan bir sap turli, oldi turli, har qanday ish bo'lsa, biz xalqimizningki yangi bo'ldi. Bütün dünyadaki qarindoshlarımizga chin yurakimdan salom aytaman. Bütün olim ulamo ziyolilarimizni bu maydonga taklif qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.